Atigi 3 fishkasini bilib olsangiz, sizdan idealniy Napoleon qiladigan odam bo'lmaydi. Demak, ishimizni boshlaymiz. Birinchi fishkasi, tanlagan margarinimizni 1 soat muzxonada ushlaymiz. Bu slayonli testo uchun mo'ljallangan margarin bo'lishi shart. Har doim 10 margarinidan foydalanardim. Bu safar margaritodan foydalandim. Idealni chiqdi. Xullas, muzdek suvimizga 2 dona tuxum, chimdim tuz va uksuzdan 5-6 tomchi tomizib, yaxshilab atalab oldin naylangan unimizga yaxlagan margarinimizni tyorkadan o'tkazib olamiz va shunchaki aralashtiramiz. Urvoq qilmaymiz. Aralashtiramiz. Bu esa ikkinchi fishkasi. Tuxumli suvimizni qo'shgandan so'ng esa shunchaki ikkita qo'limiz bilan birlashtiramiz. Bu esa uchinchi fishkasi. Mushlamaymiz. Faqat qo'limiz yordamida birlashtiramiz. Xuddi shunday massa hosil bo'ladi. 7-8 bo'lakka bo'lib, 2 soatdan 1 kungacha xolodilnikda saqlaymiz. So'ngra yoyib, listni orqa tarafga qo'yib pishirib olamiz. Krem uchun esa xona haroratida yumshagan saryog' va xona haroratida ilib turgan molokoni aralashtiramiz. Klassik krem tayyor bo'ladi. Korch krem tarzida yig'ib olamiz. Buni o'zingiz bilasiz. Tayyor bo'lgan Napoleonimizni ustiga salafan paket o'rab, ustidan yana bir dasturxon yopib, bir kechaga qoldiramiz. Ana o'shanda tayyor bo'ladi. Buni ustidan bosilmaydi. U shunchaki o'zi bir kechadan keyin kesib ko'rganingizda qisir bo'kib qolmagan Napoleonni yeysiz. Retseptni ko'rdingizmi? Endi like bosing, xursand bo'laman.